Benom guruhi o'zini benomus deb atasa ko'proq yarashar ekan. Siz ko'rib turgan ushbu lavha ham katta ehtimol bilan hayp uchun qilingan. Odat e'tibordan chetda qolayotganlar mana shunaqa hayp qilib turishadi. Sizlar nimani targ'ib qilyapsizlar? Qay zamonda nomusli erkak ayol kishining poyiga tiz cho'kkan? To'g'ri, bu hamiyatsiz g'arb jamiyatiga yarashaveradi, lekin biz sharqliklar buni o'zimizga zinhor qabul qila olmaymiz. Biz ayolni har qancha muqaddas bilmaylik, uning poyiga tiz cho'kmaymiz va poyimizga ham tiz cho'ktirmaymiz. O'zi umuman merrimi degan nomussizliklar bizga qayerdan kirib kelyapti? Biz azaldan ota-onaning roziligi bilan oila qurgan millatmiz. Bizga bunaqa isqir tashviqotlarni tiqishtirmanglar. Biz uchun oila ommaga ko'z-ko'z qilinadigan emas, aksincha ommadan yashiriladigan muqaddas munosabat. Benom guruhiga aytar gapim shu. Nomingiz bo'lmasa ham nomusingiz bo'lsin. Yo'qsa nomingiz nomussiz bo'ladi. Vatan omon bo'lsin. Advokatimning aytishiga qaraganda, haligi benomus edimi, benom edimi, o'shalarni advokati ustimdan yana yozib beribdi. O'zi shiltaga o'xshab bitta masalani cho'zib yurishni yoqtirmayman. Shuning uchun bu masalani qayta ko'tarayotganim yo'q. O'zimni oqlayman, balobatlar qilaman deb qayerlargadir borib intervyu berayotganim ham yo'q. Chunki bizni gapimiz, so'zimiz aniqki, o'zimizni gapimizda hali ham sobitmiz. Xohlagan odam so'rab olishi kesin deb qo'yganmiz. Lekin birortasi kelmasdan qayerlardir bir intervyu beradimi, ortimizdan yozadimi? Endi bizni yo'limiz aniq. Biz buzuqlikka qarshi chiqqan odammiz-da, balki bular bizni buzuqlikka qarshiligimizga qarshidir. Balki bular ahli ayoli buzilib ketishi, fohisha bo'lishini xohlar. Lekin men xohlamayman. Nafaqat o'z oilam, balki boshqa vatandoshlarimning ham ahli ayoli, oilasi buzuq bo'lishini xohlamayman. Shuning uchun harakat qilyapman. Kim uchundir bu baland parvoz gap bo'lishi mumkindir, lekin men bunga tupurganman. Endi mana shunaqa yozib tursak, har kuni ichki ishlar idorasiga borib tursa, bu qo'rqadi deb o'ylaydimi? Ey baraka topkurlar, mana shunaqa idoralarda forma kiyib xizmat qilib katta bo'lgan odamman. Mani sizlar nima bilan qo'rqitmoqchi bo'lyapsizlar? Men qonunni shunaqangi yaxshi bilaman. Endi haligi advokatni yozgan saviyasini ko'rsangiz, dumalab kulasiz. Hali ham bu 38-yilda yashamas ekan, bilmadim. Bu qanaqadir bir 38-yilda bizni bobolarimizni ortidan yozib bergan xoinlarga aloqasi bormi? Endi yozganini ko'rsangizda shunaqangi bir yozib tashaganki, mani bir otuvga hukm qilinsin degan ma'no borda u yerda. Shokka tushib qolasiz. Men shu darajada bir vatan xoinimanmi, iflos odammanmi deb. Endi vaholanki u yerda hech birda asos yo'q. Masalan 2 soat borib yozib berib, mana bu yerda men bunaqa demoqchiman deb o'zimni fikrimni qonunga muvofiqligini yozib berib keldim. Lekin jahlim chiqayotgani bitta gapni shunaqangi chaynab, bunaqa dedi, bunaqa dedi, u edi, bu edi. Hey baraka topkurlar, gaplaring bo'lsa kelsin. Mana xohlaganlaring, duxlaring yetsa kellaring, kelolmasalaring mayli yozib ham berlaring. Nima qilasanlar? Endi nima xohlayotganini tushuna olmayapman-da bularni. Aytayapman-ku, agar sizlar o'z ahli ayoling fohisha bo'lishini xohlasalaring, xohlayverlaring. Lekin men nafaqat o'z ayollarim, o'z ahli ayolim, o'z oilam, balki mana shu yerdagi barcha vatandoshlarimning oilasi pokiza bo'lishini xohlayman. Endi bu toifalarga qarata bitta aytmoqchiman. Butun dunyodagi kozyol, stukach, terpil hammasini yig'ib, to'dalanib kellaring. Bu yo'limdan qaytmayman. Buzuqlikka qarshi jangimdan qaytmayman toki yuragim urib turar ekan, inshaalloh. To'dalanib kellaring. Vatan omon bo'lsin.